Xullas qarindoshlar, bitta sixga aladushki, qulpini, banan, yana aladushki shu ketma-ketlikdan bir necha barotoba takrorlaydigan bo'lsak, mana shunda hech kim bay desert bo'lar ekanmushdi. Voy, bu retseptni sevdim a. O'xsharmikan a? deb turib retseptni tayyorlashga kirishdim qarindoshlar. Tovaga bir chimdim yog' solib, undan keyin tayyor aladushkini simesini shunaqa idishga solib, ketma-ketlikda shunaqa tabletkadek qilib solib chiqdim. Lekin qarindoshingizni tayyorlagan aladushkisini xamiri sal boshqacharoq chiqibdi. Xuddi videodagi ishib chiqmadi. Ha, mayli, o'xshamasa meni urishadigan qaynanam bormidi deb ishda davom etdim. Aladushkilarimiz tayyor bo'ldi. Endi bizga chin bozor do'konimizdan mindechkin nerjavekalik juda ham ko'p yillar davomida ishlatishinglar mumkin bo'lgan sixlar va banan kerak bo'ladi. Bananni olib, choponini yechib tashlab, xuddi videoda ko'rsatilgandagi katta qilib to'g'rab chiqdim. Endigi navbat qulpinayga deb o'ylayotgan bo'lsanglar, qattiq adashasizlar. Bu yoz issig'ida qulpinay qatta olaman men sizlarga. Qulpinay o'rniga rosa chiroyli ko'rinadi deb kivini xuddi videodagi to'rtburchak qilib kesib chiqdim. Qarindoshingiz tayyorlagan aladushkini naqadar ingichka chiqqanini qarang a qarindoshlar. Xo'sh, chin bozor do'konimizdagi sixga ketma-ketlikda birinchi aladushki, banan, undan keyin yana aladushki, undan keyin kivi. Rosa chiroyli narsa bo'lar ekan, mana qaranglar. Hozirdan bularni ko'rib ishtaham ochilib ketyapti-yu. Nihoyat qarindoshlar, siz kutgan daqiqalar aynan mana shu go'zallikni sirrasi degustatsiya qilishdan oldin aytgancha aladushkisiz ham qilib ko'rdim. Rosa chiroyli chiqar ekan. Rosa ham chiroyli asal idishimizdan desertimiz ustiga ayamasdan chiroyli qilib asalni qo'yib chiqdim. Ana endi buni degustatsiya qilsak bo'ladi. Rostini aytaymi qarindoshlar, yo shirin qilib yolg'on gapirib qo'ya qolaymi? Desertmisan, desert shunaqangi zo'r bo'lar ekan. Ayniqsa buni ustiga shokolad qo'yadigan bo'lsanglar bormi, bay bo'ladi ya. Menga bu desert juda ham yoqdi. Obязательно uyda sinab ko'ringlar. Mana shu desertni kim sizga tayyorlab berishini xohlasanglar, imindan o'sha odamga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Happy end qarindoshlar.